Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga shoshilinch xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Andijonda 12 nafar shaxsni to'plab terrorchilik tashkilotiga qo'shilmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga tushdi. Ular turli choyxonalarda to'planib, kelgusida Suriyadagi Tavhid va jihod kotibasi xalqaro terrorchilik tashkilotiga qo'shilishni niyat qilishgan. Jamoat a'zolarining xonadonlarida o'tkazilgan tintuv tergov harakatlari davomida turli diniy ekstremistik adabiyotlar va boshqa ashyoviy dalillar olingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Barcha o'zbek fuqarolaridan ehtiyotkor bo'lishlarini hamda bunday holatlarga befarq bo'lmasliklarini, har qanday shubhali holatlarni ko'zdan qochirmasliklarini so'rab qolamiz. Hurmatli tomoshabin, video roliklarimiz keng ommaga tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shing.